Andijon shahridagi qurilish kompaniyalari millionlab pul yo'qotyapti. Ushbu video aynan Andijon shahridagi ko'p qavatli uylarda quradigan tadbirkorlar diqqatiga. Hurmatli ko'p qavatli uylarni quradigan tadbirkorlar, siz millionlab dollar pul yo'qotyapsiz. Bozordan bora-bora chiqib ketasiz, ayrim xatolarni bugun to'g'rilamaydigan bo'lsangiz. Oxirgi bir oy mobaynida men Andijon shahridagi 20 dan ortiq qurilish kompaniyalarining sotuv bo'limi ofislariga kirdim, sotuvchilarni tahlil qildim va juda ko'p xatolarni ro'yxatini tuzib chiqdim va o'sha xatolarni bugun siz bilan bo'lishmoqchiman, toki mana shu xatolarni siz sotuv bo'limingiz takrorlamasin, toki bozorni egallasin, bozorda katta ulushni egallang. Aynan sotuvchi xodimlaringizni malakasini oshirish va sotuv bo'limingizni tizimlashtirish orqali. Bugun men 20 tacha xatolarni baholi qudrat ma'lumot beraman. To'g'rilash bo'yicha foydali maslahatlar, tavsiyalar ham beriladi, xudo xolasa. Xo'p, ko'p kuzatishlar natijasida qurilish kompaniyalari marketingi, mijozlarning oqimiga yaxshi investitsiya kirityapti, sifatli uy quryapti, yaxshi mijozlar oqimi uchun yaxshigina marketing pul sarflayapti. Blogerlarni, realtorlarni, maklerlarni jalb qilyapti. Chiroyli reklamalarga pul sarflab, chiroyli reklamalar syomka qilinyapti. Taniqli shaxslarni ham hatto jalb qilinyapti. Murojaatlar yaxshi, lekin mana shu murojaatlarni, mijozlarni ushlab qolish koeffitsiyenti juda holat yomon. Tayyor mijoz bo'lib kiryapman sotuv bo'limiga. To'lov qobiliyatim borligini, ehtiyojim shakllanganligini, vaqt soati yetib kelganligini va hozir men bilan to'g'ri sotuv texnikalarini amalda qo'llaydigan bo'lsa, hozir o'zida to'lov qilishga tayyorligimni izhor qilaman va suhbat natijasida men o'ylab ko'raman, maslahatlashib ko'raman degan sun'iy e'tirozlarini aytib, sekin ofisdan chiqib ketishga harakat qilaman. Na meni ismimni so'rashmaydi, na meni telefon raqamimni so'ramaydi, na yana bog'lanish haqida takliflar kiritilmaydi. Umuman sotuv jarayoni, mijozlar tayyorgarlik jarayoni, mijoz bilan ishonchli munosabat o'rnatish, mijozning ehtiyojlarini o'rganish, to'g'ri taqdimot o'tish, mijozlarning e'tirozlari bilan to'g'ri ishlash, sotuvlarni yakunlashga urinish degan narsalardan asar ham yo'q Andijonda. Shunday holat. Va mana shu xatolarni bugun birma-bir ko'rib chiqamiz, toki bu sizga ozmas bo'lsa ham yordam beradigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Keling, mana shu xatolarni ro'yxat bo'yicha birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, marketingga hali aytganimdek yaxshi pul sarflanyapti, investitsiya kiritilyapti, aytilgandek shaxsiy brend ustida ishlagan taniqli shaxslarni jalb qilinyapti, aytaylik, zo'r videolar olinyapti. Buni ko'rib mijozlar murojaat qilyapti, lekin sotuv bo'limiga investitsiya kiritilmagan. Kadrlar o'qitilmagan, ofis mijozlarni kutib olish uchun talab qilinadigan darajada shakllantirilmagan, qulayliklar yaratilmagan mijozlar bilan suhbatlashish uchun. Albatta hammasi emas, albatta bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yganlar ham bor. Bularning ijobiy tomonlari haqida ham sanab o'taman, xudo xolasa. 100 ta quruvchidan 5% sotuv bo'limini yaxshi tashkil qilgan, qolgan 95%da xato bor. Hatto mana shu 5% sotuv bo'limini yo'lga qo'yganlarda ham xatoliklar kuzatilyapti. Buni men bugun sanab o'tgan xatolarni aytib o'tgan paytimda o'zingiz bemalol o'zingiz baho berishingiz mumkin. Ha, bu bizda tashkil qilingan, bizda mana shu xatoliklar haqiqatan takrorlanyapti degan fikrni bemalol o'zingizga aytishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchisi xato, sotuv sohasiga, sotuv bo'limiga yaxshi investitsiya kiritilmagan, xodimlar o'qitilmagan yoki tajribali kadrlar ishga jalb qilinmagan. Natijada ko'p klientlar, murojaat qilayotgan klientlar puli bor, to'lov qobiliyati bor, lekin bu mijozlar qo'ldan chiqib ketyapti va natijada borib raqobatchilardan uy olyapti. Ikkinchisi, agentlar tayyor emas. Ularda skript degan narsani tushunmaydi ko'pchilik. Bilimsizlik bor ularda va tasodifiy ishlaydi. Ular bilan gaplashsangiz, ehtiyoji bo'lsa o'zi kelib oladi-da, biz ularda nima, peshasiga pistoletlab majburlarmidik degan fikrlar bor ularda. Yo'q, do'stlar, sotuv bu xuddi ovqat qilishdagi ketma-ketlik kabi sotuvning ham o'zining ketma-ketlik jarayonlari bor. Ana shu jarayonlardan boxabar bo'lish kerak sotuvchi. Sotuvchi bu kompaniyaning yuzi va har bir mijozni ushlab qolish kerak. Va hech bo'lmaganda chiqib ketayotgan mijozni qaysi e'tiroz bilan chiqib ketyapti, aniq konkretni ildizigacha anglagan holatda mijozni uy olmagan taqdirda ham mana shu qurilish kompaniya haqida dunyoqarashini ijobiy holatda kuzatib qo'yishi yo'llarini qilish kerak. Buning uchun albatta ular o'qitilishi kerak, ozgina bilim berish kerak bo'ladi.
Uchinchi xato bu skript va standart yo'q. Bitta xodim boshqacha gapiradi, ikkinchi xodim butunlay boshqacha gapiradi, uchinchi xodim butunlay boshqacha gapiradi. Va har xil joydan ursangiz har xil tovush chiqadi devordan. Xuddi shunga o'xshab har xil xodimdan har xil ovoz chiqadi. Har xil skriptlar chiqadi. Ya'ni standartlashmagan skript yo'q. Qurilish kompaniyasi rahbari men uyni zo'r sotaman deydi. Eng katta xato shunda. Qurilish kompaniyasining egasi aslida sotuvga aralashmasligi kerak. U sotuvni jamoaga berishi kerak. Qurilish kompaniyasi rahbari u faqat strategiya bilan, moliyalashtirish bilan, qadriyatlarni nazorat qilish bilan shug'ullanishi kerak. U o'zi yaxshi uy sotadigan bo'lsa, ana shu sotadigan ko'nikmalarni standartlashtirish kerak edi. Xuddi o'zi darajasida sotuv bo'limi xodimlari ham teppa-teng sotishni o'rganish kerak. Ana shuni standartlashtirish kerak bo'ladi. Qurilish kompaniyasining egasi uyni zo'r sotgani bilan, lekin komandasi u rahbar sifatida, rahbar darajasida sota olmasa, unda u foydasi yo'q. Qurilish kompaniyasi rahbari zo'r sotishni bilgani bilan. To'rtinchi xato bu lidlar, tinimsiz yo'qotilyapti lidlar. Qo'ng'iroqlarga kech javob beriladi, qo'pol muomala qilinadi. Telegramda yozib olsangiz, men sizga ma'lumot tashlab beraman deydi. Yo'q, umuman telefonni olmaydi yoki umuman muloqotga chiqmaydi. Shunga o'xshagan holatlar. 5-xato follow up degan narsa bor. Mijoz kelib ketdi yoki qo'ng'iroq qildi. Albatta follow up qilish kerak. Mijoz bilan birinchi urinishdayoq kelmaydi, birinchi urinishdayoq sotib olmaydi. U bilan muntazam aloqada bo'lib turish kerak. Sem kasali degan narsa bor. 7 marta teginish. 7 marta sevgi izhor qilinsa, 8-marta mijoz kelib sizga o'zi sevgi izhor qiladi. Aynan statistika bo'yicha birinchi marta emas, 5-marta, 6-marta aloqaga chiqilganda mijozda qaror qabul qilish koeffitsiyenti ortadi. 2% holatdagina birinchi, ikkinchi muloqotda mijoz qaror qabul qilishi mumkin. Qolgan 98% holatda mijoz bilan tinimsiz aloqada bo'lib turgandagina u kelib sotuvgacha olib kelishi mumkin bo'ladi. Mijozni e'tirozlarini ishlab. Shuning uchun follow up o'ta muhim bosqichlardan biri va mana shu eng ko'p tarqalgan xatoliklardan biri. Bizda mijozlarni follow up qilish yo'q. Nimaga follow up qilish yo'q? Chunki 6 xato bu CRM joriy qilinmagan yoki umuman ishlamaydi. Umuman sotuv bo'limidagilar CRMni nimaligini ham bilmaydi. CRM bu mijozlarni bazasini nazorat qilish. Customer Relationship Management degan narsa bor CRM. Ya'ni har bitta kelgan mijozni kontakti, ism, familiyasi olib qolish kerak va u haqidagi ma'lumot va oxirgi suhbat haqidagi ma'lumotlar. Juda ko'p men qurilish kompaniyalariga bordim, meni telefon raqamim ham so'ragani yo'q, misol, как mijoz sifatida men sekin tayinli покупатель sifatida borgan paytimda. Ismimni ham so'ragani yo'q ko'p holatlarda va natijada to'lov qobiliyati bor mijoz kelyapti, ma'lumot olyapti, chiqib ketyapti. Va sotuvchilar buni ushlab qolish uchun kontaktlar olinmayapti, bazaga kiritilmayapti, CRM kiritilmayapti. Natijada zo'r mijozlar qo'ldan chiqyapti va bu millionlab dollar pullarni yo'qolishiga sababchi bo'ladi. Bitta klient yo'qoldi degani bu bitta 30 ming dollarlik sotuv yo'qoldi degani emas. Bu bitta mijozning orqasidan 5 ta mijoz kelishi mumkin. Mana shu 5 ta mijozga ham ideal darajada chiroyli, yuqori sifatli xizmat ko'rsatiladigan bo'lsa, 5 taning orqasidan yana 5 tadan 25 ta mijoz kelishi mumkin. Shuna qilib katta ob'yomdagi uylarni sotish oson bo'ladi. Lekin biz bu xatolarni qilish natijasida bu mijozlarni ham qo'ldan chiqaryapmiz. Va 7-xato bu analiz qilinmaydi. Kim oldi, nima uchun oldi, nimalar yoqdi, analiz qilinmaydi, tahlil qilinmaydi. Mijozlar kimdir kelyapti, men sotuv bo'limida kuzatyapman, kimdir xarid qildi, xarid qilgandan keyin shartnoma tuzishdi, ketdi haligi mijoz. Men unga taklif qildim keyin. Uni syomka qilmaysizmi? Mijoz nima uchun? Kamida 3 ta jihat yoqqan bo'ladi mijozga. Lokatsiyasi yoqqan bo'lishi mumkin. Uyni joylashuvi, dizayni yoqqan bo'lishi mumkin. Yoki atrofdagi infrastruktura yoqqan bo'lishi mumkin yoki qurilish kompaniyani brendi, rahbarlarining qadriyatlari yoqqan bo'lishi mumkin. Ana shu narsani olib chiqish kerak. Olib chiqib turib mijozlarni ko'proq gapirtirish kerak. Analiz qilinmaydi. Qayerdan keldi mijoz? Nimaga sotib olmadi? Agar kelib ma'lumot olib, to'lov qobiliyati bo'lishiga qaramasdan sotib olmasdan o'ylab ko'ramiz, maslahatlashib ko'ramiz deb ketdi. Nima uchun ketdi? Analiz qilinmaydi. Mijozlar nimani hisobiga yo'qolyapti? Mijozlar bilan muloqot jarayoni qalay ketyapti? Bular analiz qilinmaydi. Natijada mijoz yo'qotilyapti. 8-xato bu rahbar nazorati sust. Rahbar sotuv bo'limini deyarli nazorat qilmaydi. Biz mijozlar oqimini yaxshi yo'lga qo'ysak, uyimiz bitgan sari o'zi kimga kerak bo'lsa kelib olaveradi.
sarafan marketing, tanish bilishlar kelyapti degan narsaga ishonib qolyapti. Do'stlar, bozor o'zgaryapti. Bugun biz marketing va sotuv qurollari bilan tish tirnog'i bilan qurollanmasak, sizlar raqobatchilaringiz xuddi tish tirnog'i bilan qurollanyapti. Ertaga bozor sizdan tortib oladi. Bozordan chiqib ketasiz, uy sotishga qiynalib qolasiz keyin. Boshlang'ich to'lovsiz men qilib beraman desangiz ham uyingizni olmaydigan darajaga kelib qoladi keyin. Shuning uchun sotuv bo'limini shakllantirish kerak bo'ladi. 9-inchisi, qiymat emas, faqat narx sotiladi. Ya'ni mijoz to'layotgan pul evaziga nima olayotganini, qanaqa qiymat olayotganini, qanaqa sifat olayotganini, qanaqa infrastruktura olayotganini, qanaqa qulaylik olayotganini sotuvchilar ochib bera olmayapti. Ular natijada mijoz ko'ziga faqat to'laydigan puli ko'rinyapti. Bu evaziga nima olish haqidagi ma'lumotlar, sifatlar, yaxshi ma'lumot yetib kelmayapti sotuvchining ongiga. Natijada sotuv qilish qiyinlashib boryapti. Qiymat sota bilish kerak. Narx emas, pul emas, buni evaziga keladigan katta qiymat, 10 barobar ko'proq qiymat olishini sotuvchilar ochib berish kerak bo'ladi. 10-xato bu uchrashuvga olib kela olmaydi. Qo'ng'iroq qilyapti mijoz, qo'ng'iroq orqali prezentatsiya qilib, juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni aytib boryapti. Natijada mijoz telefon qilishdan nariga o'tmayapti. Ofisga kelayotgan mijozlar soni kam bo'lyapti. Telefon sotishga urinadi. Narx-navolarni to'liq aytadi, e'tirozlarga sabab bo'ladigan juda ko'p ma'lumotlarni, detallarni keltiradi. Chunki telefon orqali siz narx aytasiz, buning orqasida qanaqa qiymat borligini telefon orqali ochib bera olmaysiz. Shuning uchun Baholi Qudrat ofisga, uchrashuvga, sotuv, agar sotuv bo'limingiz bo'lsa yoki showroomingiz bo'lsa, ana shularni olib kelish kerak. Mijoz qachon qaror qabul qiladi? Ofisga keladiganmiz, obyektni ko'radigan bo'lsa, showroomni o'z ko'zi bilan ko'radigan bo'lsa, qaror qabul qilish koeffitsiyenti ortadi. Shuning uchun ko'proq mana shu nuqtaga olib kelish kerak bo'ladi mijozlarni. Endi 11-xato bu first impression deydi. Birinchi taassurotni yarata olmayapti. Mijozlarga personallik hissini bera olmayapti. Sotuvchini o'zini ekspertligini sota bilmayapti. Mijoz qachonki sotuvchiga ishonsa, mahsulotga ishonsa va quruvchiga, kompaniyaga ishonsagina sotuv amalga oshadi. Sotuvchilar mana shu uchalasini ham ochib berish kerak va mijoz ongida ishonchni shakllantirish kerak bo'ladi. Mana shu taassurotlarni, birinchi taassurotlarni shakllantirish kerak bo'ladi. Va mijozlarda, sotuvchilarda mana shu xatoliklar kuzatilyapti. 12-xato. Sotuv jarayoni tizimlashmagan. Har bitta mijoz bilan alohida ishlash tartib-qoidasi ishlab chiqilmagan. Mijozlar har holatda keladi. Ayrim mijozlar bor, keladi, savol-javob qiladi. Mijozlar savolga javob olgandan keyin o'ylab ko'ramiz, chiqib ketyapti. Sotuv jarayonlarini tizimlashtirish kerak. Tizimlashtirish uchun mana shu videoning oxirida sizlarga yaxshi bitta yechimlar aytaman. KPIlashmagan faoliyatlar, sotuvchilarning faoliyati KPIlashmagan, arzimagan oylik, fix oylikka ishlayapti. Ularda vaqt o'tsa bo'ldi. Ular jon kuydirmaydi, har bitta kirib kelgan mijoz bilan ishlash uchun jon kuydirmaydi. Nimaga? Jon kuydirib nima qiladi u? Jon kuydirsa ham, kuydirmasa ham bir xil oyligini olib yotibdi. Ya'ni ularni harakatga undovchi detallar, motivatsiyalar, KPIlar yaxshi ishlab chiqilmagan. Aynan shuning uchun ham mijozlar yo'qolyapti. Natijada KPIga sarflangan qizg'anib ishlab chiqilmagan pullar evaziga u millionlab pul yo'qotyapti quruvchilar keyin. 14-xatolik bu xodimlar doimiy o'qitilmaydi. Yo bo'lmasa bir marta o'qitiladi, shu bilan bo'ldi. Ularni o'zini ixtiyoriga qo'yib qo'yadi. O'qitilgandan keyin ular nazorati yo'q. Tashlab qo'yiladi, ularni o'z holiga tashlab qo'yiladi. 15-xatolik. Motivatsiya tizimi kuchsiz. Hali aytib o'tgandek, xodimlarda kuchli natija qilish uchun istak yo'q. Bitta rahbar aytayapti, sotuvda o'zim ishda o'tiraman, chunki boshqa xodimlarni ishga olsam, ular manchalik jon kuydirmaydi, chunki pul menga kerak qurilish qilishim uchun, xodimlar o'zini jon kuydirmaydi. Aka, agar siz motivatsiya tizimini yaxshi yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, xodimlar shunaqa darajaga olib chiqib qo'ysa bo'ladi. Sizdagi xohishdan ko'ra 10 barobar kuchli xohish bilan kelib bo'lsa, ular sotuvga jiddiy jahd bilan kirishadi ular. Faqat motivatsiya tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. 16-xato bu raqobatchilarning haqida ma'lumot yetarli emas sotuvchilarda. Raqobatchilarni tahlil qilmaydi. 25 ta savol bor. 25 ta savolga sizda javob bo'lish kerak raqobatchilaringiz haqida.
Va buni sotuv bo'limi xodimlari tugul ko'p qurilish kompaniyalari rahbarlari ham bu narsani bilmaydi. Mayli, qurilish kompaniyalari rahbarlari buni bilmasin, ularning vazifasi emas. Lekin sotuv bo'limi rahbarlari va sotuv agentlari bu narsani bilishi shart. Raqobatchilarni bilsagina ertaga qimmat ekan yoki boshqalarda arzon ekan degan e'tirozlarni ular professional darajada yengib o'ta oladi. Raqobatchilarni haqida gap ketgan paytda muzlab qotib qolmaydi. Ha, endi bizda shunaqada nima qilaylik degan fikrdan nariga o'ta olmaydi ko'p sotuvchilar. Shundan ular kuchli bo'ladi. 17-xato. Nazorat qiluvchi qo'ng'iroqlar yo'q. Ya'ni xodimlar qay darajada ishlayapti? Mijoz kelib ketdi ofisga va kelib ketgandan keyin ular bilan bizni xodimlar qanday, siz bilan qanday bog'lanishdi? Qanchalik bizni xodimlarimiz bergan ma'lumotlardan qoniqdingiz? Yana qanaqa qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha savollar bor sizda? Qanaqa qo'shimcha ma'lumotlarga ehtiyojlari bor deb turib, ular bilan sifatni nazorat qilish uchun mijozlar bilan bog'lanib turish kerak. Ana shunda menejerga aytilmagan kamchiliklarni kerak bo'lsa, sifat nazoratiga qo'ng'iroq orqali analiz qilayotgan mutaxassisga yana ham ko'proq ma'lumot berish mumkin. Natijada skriptlar ustida ishlasa bo'ladi, sotuv bo'limini mukammallashtirsa bo'ladi. Natijada xatoliklar takrorlanadi, pul yo'qotishda davom etiladi keyin. 18-xato. Bu lidlar segmentga bo'linmaydi. Hamma mijozlar bilan bir xil yondashuv. Segmentlarga bo'linmagan. Ana shu segmentlarni bilish kerak. Segmentlarning turlari, segmentlarni toifalari, ular oqib kelayotgan kanallar bilan analiz qilinmaydi. Natijada mijozlar yo'qolishiga bu ham sabab bo'lyapti. 19-si. Prezentatsiya zaif. Uyni sotish emas, faqat ma'lumot berish bilan cheklanib qolishadi. Ya'ni biz uyimiz mana 2 xonali mana kvartirasi manaqa, narxlari manaqa. Pastki qavatlari manaqa narxda, yuqori qavatlari manaqa narxda. Atrofimizda manaqa infrastruktura shakllangan. Bo'ldi, всё. Har bitta qulaylik nima uchun qulaylik ekanligini, qanaqa qiymat berishi mumkinligini ochib berilmaydi bu yerda. Mana biz birinchi qavatimizda aytaylik, korzinka oladi. Korzinka arendaga olgani evaziga qanaqa aholiga qulaylik yaratilishini, emotsiyani ochadigan darajada, odam og'zidan suvni keltiradigan darajada chiroyli ochib berish kerak bo'ladi. Qulaylikni orqasida qanaqa qiymat borligini hamma xaridor ham shuni anglab yeta olmaydi. Shuni agar emotsiyani uyg'otadigan darajada chiroyli qilib tahlil qilib beriladigan bo'lsa, bu chiroyli prezentatsiya bo'ladi. Bu narsa ancha sotuvchilarda zaif. Va eng asosiysi, sotuv tasodifga qoldirilgan. Tizim yo'q, natija ham kafolatlanmagan. Tasodif. Biz ma'lumot bersak, qancha ko'p gapirsak, mijoz shunchalik qaror qabul qilishi osonlashadi degan noto'g'ri fikr bilan sotuvchilar fikrlaydi. Va bunaqa xatoliklar juda ham ko'p. Har kuni borsam, agar kimdir aytishi mumkin, "Meni sotuv bo'limim zo'r ishlayapti" desa ham, men sizga aytaman, "Meni taklif qiling. Yarim soat o'tiraman. Xodimlaringizni kuzataman. Kamida 10 daqiqada kerak bo'lsa 5 dan 10 tagacha xato topishim mumkin. Agar yarim soat o'tiradigan bo'lsam, 20 dan ortiq xatoni to'g'rilab berishim mumkin, ochib berishim mumkin, kashf qilishimiz mumkin va o'sha kunning o'zida o'sha xatoliklarni to'g'rilab berish uchun kerak bo'lsa sizga 1 soatlik, 2 soatlik bepul konsultatsiya ham berishim mumkin bo'ladi. Endi bu xatoliklarni qilish natijasida nima bo'ladi? Marketingga pul sarflaysiz, lekin marketing sarflagan pulingiz havoga uchib ketaveradi. Shuncha reklamaga pul sarflayapman, nimaga sotuv bo'lmayapti deyiladi. Sababi sotuv bo'limi zaif. Lidlar keladi, lekin sotuv bo'lmaydi. Nimaga? Kadrlarda bilim yetishmaydi. Sotuv bo'limi tizimlashmagan. Endi yechim qanaqa? Men sotuv bo'limingizda audit qilib berishim mumkin. Ularning xatolarini to'g'rilab, kashf qilib, qancha pul yo'qotayotganingizni summalarda men ochib berishim mumkin bo'ladi. Va o'sha xatolarni oldini olib, sotuv bo'limini tizimlashtirib berishda yordam berishim mumkin. Xodimlaringizni o'qitib, ularni bilimini oshirib berish mumkin. Har bitta mijozni ushlab qolish uchun, e'tirozlari bilan to'g'ri ishlash uchun, to'g'ri ma'lumot berish uchun, mijoz ehtiyojlarini to'g'ri o'rganish uchun, sotuvlarni to'g'ri yakunlash uchun men eng kerakli instrumentlar, texnikalar o'rgatishim mumkin. Skriptlarni mukammallashtirib berishim mumkin. Mijozlar bilan muloqot qilish skriptlarini, salomlashdan tortib xayrlashgacha bo'lgan jarayon, sotuvni yakunlagandan keyingi jarayonlar hammasini yozma ravishda skriptlarni, matnlarni birgalikda mukammal ishlab berishimiz mumkin. Natijada sotuvlaringiz 2 barobar, 3 barobar ko'proqqa aylanadi. Natijada siz obyektlarni tezroq sotib olib, tezroq yangi obyektlarda yerlar sotib olib, yangi binolarni qurishingiz mumkin bo'ladi. Millionlab dollar daromadingizni o'zida ushlab qolasiz. Sotuvchilaringizni
o'qitib va sotuv bo'limingizni tizimlashtirish natijasida. Agar sizda mijozlar bor bo'lsa, murojaatlar bor bo'lsa, lekin sotuv kam bo'ladigan bo'lsa, albatta meni bepul konsultatsiyamdan foydalaning. Hozircha bepul, keyinchalik biz bu narsani borgan sari ommalashib boryapti Andijonda. Biz hamma qurilish kompaniyalari bilan ishlamaymiz. Qadriyatlari mustahkam, chestniy, mijozlarni rozi qilaman. Ertaga qurib obyektni topshirgandan keyin mijozlar albatta mendan rozi bo'lish kerak degan qadriyatlari mustahkam o'zida ushlaganlar bilan biz qattiq ishlaymiz. Shuning uchun agar siz sotuv bo'limingizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, ko'proq mijozlarni ushlab qolmoqchi bo'lsangiz, obyektlarni tezroq sotib tugatmoqchi bo'lsangiz, albatta meni taklif qiling. Men boraman, o'zim sotuv bo'limingizni audit qilib beraman. Menda yana tayinli покупатель degan amallarim bor. Ya'ni o'zimni tayinli покупатель mijoz sifatida boradigan odamlarim bor. Oddiy mijozlardan farq qilmaydi. Boradi, savol-javob qiladi, o'rganadi va sotuvchilarni xatolarini analiz qilib beradi. Plus tomonlarini ham analiz qilib beradi. Ayniqsa men trening o'taman. Trening o'tgandan keyingi xodimlarni qay darajada o'sganligini rahbariga analiz qilib, tayinli покупатель sifatida borib, analiz qilib tahlil qilib beriladi birinchi. Shunaqa bir ajoyib xizmatlar yo'lga qo'yilgan. Kompleks uslugalar, ya'ni sotuv bo'limini tizimlashtirish. Kelajakda haqiqatan bu bizga kerak ekan degan narsani tushunib yetadigan bo'lsangiz, bizda keyinchalik pulli xizmatlarimiz ham bor. Bu ham albatta hamma pulli xizmatlarimizdan bitta qilib turib, siz bilan kelishib qilgan taqdirimizda ham kelajakda bir dona uy sotib, o'sha uslugalarga to'langan pulni bittada chiqarib olishingiz mumkin. Do'stlar, bu imkoniyatdan foydalaning, bepul konsultatsiyadan foydalaning, bepul audit xizmatlaridan foydalaning. Natijada siz bozorni ko'proq egallaysiz. Bir piyola choy ustida uchrashguncha, xayr do'stlar.